Assalomu alaykum, İçil Dastıqının programmasının aziz iştirakçıları. Assalomu alaykum. Bu san İçil Dastıqının programmasida biz uchun qandaq yaxshi tamoqlar tayyorlanganda, bizga qandaq isil nozik ne'matlarni tayyorlashni o'rgatganda deb bizga savol qo'yayotgan ekran oldidagi barliq qimmatli qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining Nijat Vali Yaqub riyosachiligidagi İçil Dastıqının programmasi. O'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlari İçil Dastıqınında. Cho'lponlar bilan bo'lgan eng yaqin orliqmi İçil Dastıqınında. O'z navbatida Qozonbeshidagi ko'ngillik paranglarmi İçil Dastıqınında. Shunlashqa esinglarda bo'lsin, İçil Dastıqıным, İsil Dastıqıным. Agar yadinglarda bo'lsa, biz ilgari qisam programmamizda Urumchi shahridan kelgan qarindoshimiz Fazilat, ya'ni bizning suyumli arxitektor do'stimiz bilan birlikda yer yangi to'qo'gish qo'rmisini qanday tayyorlashni o'rgangan hamda do'stlarga o'rgatib qo'ygan. Balkim shu vaqtida ikkimiz musobaqa qilishib o'tgan bu qo'rmilardan mening aytganim do'stlarga bekrak yarg'an bo'lishi mumkin. Ham cho'qim shunaq o'ylaydi deb o'ylayman. Bu undaqda biz bu sam programmamizda zodi kim bilan qanday o'xshagan qo'rmini tayyorlashni o'rganganimiz hamda do'stlarga o'rgatib qo'yganimiz buning cho'qim bakla qiziqyapsizlar. Agarda bizning bu savolimizga birlikda javob topishni xohlasanlar, diqqatinglar yana davomli Urumchi shahridagi Avat rayonlarining biri bo'lgan Dashizdagi 360 musiqalik restoranda ko'rinishga ilinayotgan Busan İçil Dastıqıным programmasida bo'lsin. Bizning bugungi programmamizning alohida mehmoni bo'lsa İçil Dastıqıным programmasining izchil turda har bir sonni qo'ymay ko'rib kelayotgan aziz ishtirokchilardan biri bo'lgan Urumchi shahridan Elshad bilan Zulxumar qarshi olamiz. Assalomu alaykum Elshad. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib yaxshimi Zulxumar? Sizlarni ko'rib xush bo'ldik. Bu suyumlik ayollar bugun bizning programmamizga mana qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashirib qilibdi. Sizlarni qarshi olamiz. Bo'ldi, undaq bo'lsa bugungi bizning mehmonlarimizni alohida taklif qilib oldik. Ekran oldidagi qarindoshlarimizga salom berib o'tamizlar. Assalomu alaykum. Ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Vay, o'yda xili yaxshi repetitsiya qilyapsizlar ishqilib. Assalomu alaykum menda yana ko'rmanlar bilan salomlashsiz mashallah. Sizlarning xizmat ayrim emas. Vazifalar yana qayryotgan. Qozonbeshidami shundaymi? Uydan ishlardan olmaysizlar. Bo'ldi. Zulxumar, programmamizni ilgari ko'rib baqqan bu. Ko'rgan. Qanaqa ko'rgan? Men ko'rman. Nerede ko'rgan? Uyda. Bir tarafdan tamoq atgash, bir tarafdan ko'rgan. Tomoq yegash bir. Bu yerda bir savol paydo bo'ldi-da. To'g'ri. Demak, tamoqni Elshad yeydi, tamoqni Zulxumar yeydi. Yo'q. Jiq vaqtlar Xijil bo'lishma bu yerda. Sizlarning nima xizmat qildiganinglar bilan bir tunishib bo'lsak, hamda Zulxumarning naqshlarini ilgari radiolardan anglagan, televizorlardan ko'rgan, lekin kasbingiz o'qituvchi deyman. O'qituvchi. Hamda Elshadchi. Men bir shaxsiy korxonada ishlayman. Shaxsiy korxonada ishlaysiz. Biz Qozonbeshida kiydigan pokizlik talab qilgan kiyimlarimizni kiyib, undan keyin bugungi programmamizning markaziy nuqtasini boshlab ketaylik. Bulamdi? Ma'qul. Xo'sh, mana qadrli do'stlar, shu topda biz Qozonbeshida kiydigan pokiz kiyimlarimizni kiyib tayyor bo'ldik. Hozir Elshad bilan Zulxumar xudi kasbiy ustamlardek bizning İçil Dastıqıным oldida taqib oldik. Bundaqda bugun tayyorlamoqchi bo'lgan qo'rimimizning ismi Kalgushi barang qo'rmisi. Kalıgushi barangi qo'rimisi. Hozir bizning dasturxon ustida taqib olgan materiallarda masalan kalıgushi bor, shunaqa. Undan boshqa barangi, undan boshqa nima bilan ishlatamiz? Cho'qim xurush tam shu ishlatamiz. Nima bilan ishlatamiz? Tuz, andan shakar. Pek ciddi bu. 8 qir. To'g'ri, 8 qir. 8 qir shunaqa, 8 qirni ishlatamiz. 8 qirni odatda ishlasak, buni faqat taomlarni tamlantirish, undan boshqa mizlik qilish rol bor. Fursatdan bundan aytib mizlik turqini pura olamiz. Go'shtni yumshoq qiladigan rol chiqadi. Bo'ldi, unda xo'sa bugun kerak materiallarni bilib oldik. Unda xo'sa biz ham rasmiy mashg'ulot qilishni boshlab ketamiz. Boshlab ketaylik. Kalıgushi barangi qo'rmisiga ketarlik materiallar. Kalıgushi baranga yog', 8 qir, kavvichin, zanjibil, samsoq, shakar, tuz, tetim suv, ya'ni jangyu. Unda xo'sa Elshad ustam, siz bugungi shu mashg'ulot qildigan bizniki Men go'shtlarni ayirib beray. Kalıgushini odatda biz ilgari programmalarimizni do'stlarning samiga solgandek shunaq sal to'nglagan holatda to'g'rasa bu ham ko'rkam, ham to'g'rashga oson bo'ldi shunaqa. To'g'rash bosqichi odatda Elshad ustam qiynalmaydi to'g'raydi-ku. G'oyat yengillik bilan. Pishaq yaxshi-ku. To'g'ri aytdingiz, demismi hozir bizning ishlatayotganimiz bo'lsa programmamizni alohida qo'llagan nazifa turmush buyumlari. Yana buni parchalab to'g'raymiz, kichik parcha qilib. Odatda sizning yo'ldoshingiz mushlar go'shtlarni to'g'rancha siz yana qarab turasiz. Men seylan to'g'rayman. Kasbiy otingiz bo'yicha naqsh etib beramiz ham. Unda bo'lsa biz bugun ishki qozon tayyorladik. Bunda qilaylik Elshad ustam. Men bir qozonni siz bilan tang o'xshash mashg'ulot qilib baqay. Ondan keyin eng oxirida zodi qaysimizdan tayyorlig'ini texmi yeyishlik, texmi chiroyli, texmi ishtahga lazzat bag'ishlaydigan bo'lib tayyorlanib chiqadi ekan. Amsa ayolim tetsinmi? Ha, tetag'uchi ayolingiz bo'lsin.
Endi biz bugungi programmamizda alayda shu kala go'shti bilan barangi qo'rmisini, ya'ni dumlimisini do'stlarga etishni o'rgatib qo'yishimizga sabab qish fasli bo'lib qish faslida kala go'shti odam badaniga eng yaxshi energiya to'liqlash manbasi hisoblanadi. Undan boshqa kala go'shtida yana oqsil moddasi intayin yuqori bo'lib, odam badaniga kasal qarshi turish kuchini oshirdi ekan. Shuningdek, kala go'shti iste'mol qilishmi yaxshi bo'lgan tanlash hisoblanadi. Biroq bu yerda yana bir samimiy eskartish bor. U bo'lsa, kala go'shti odatda qo'y go'shti qaraganchada yoki boshqa go'sht turlari qaraganchada oson hazm bo'lmaydigan go'shtlar hisoblang'achqa, masalan, oshqozni hazm qilish iqtidori sal nacharroq do'stlarimizniki kala go'shti iste'molida ozroq diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Bu kala go'shtini hazm qilmoq tez undan sonra o'smirlarga texmo diqqat qilsa shu. Lekin o'sha bu vaqtlarga sunkini qaytib bersa bek yaxshi deydi ekan. Ashunami? Sizlar mana shunaqa qilamiz. Biz odatda uyda ishta qilamiz. Masalan, shuni qaytib bilan bevosita iste'mol qilsangizlar yoki bir narsa arabash. Ko'rishlar, ya'ni chamg'ur, savza, ko'rishlarni silib. Iste'mol qilsa, ayt quvvatli bo'ldi. Qish faslida quvvatli uxlashdiki, intayin yaxshi bir tanlashdi. Go'shtni to'g'raganchalik qanchalik to'g'raymiz? Hozir sizlarga yetarli bo'ldimi? Bizga yetarli bo'ldi. Hozir go'shtni yetarli qilib oldik-a? Shunaqa. Demak, bunga hozir mana do'stlarim ko'z mo'lchari bilan bilaldim. Odatda 2-3 kishilik tayyorlamoqchi bo'lsak, biroq formini mushinchilik go'sht tayyorlasak bo'ldi ekan. Shuning bilan ko'ngillik paranglar bilan bo'lib ketib, hozir mana kala go'shtini to'g'rab bo'ldik. Undan boshqa bugungi qo'rimizga kerakli bo'lgan yana bir eng muhim material bo'lsa, baranga. Shunaqa. Baranginiki salomatlik bo'lgan foydali taraflari xususiyati to'g'risida biz ilgari programmalarimizni ko'p qatim so'zlagan. Masalan, baranginiki yurakni yashartish roli bor. Undan boshqa uni tabiiy yo'l so'g'ib oshqozon ichining xizmatini yaxshilaydi. Ham turli teri kasalliklarga intayin yaxshi shifo qiladi ekan. Shuningdek, barangini bo'lib mush faslda iste'mol qilishimizga noiti maskeldi. Kunlik turmushimizda iste'mol qilishga arziydigan, ko'proq iste'mol qilsak ziyon qilmaydigan noiti yaxshi ko'ktat turi hisoblanadi. Bo'ldi. Barangi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Bilib oldinglarmi, savodashlar? Barangining qanday xususiyati bor deb yiqan? Bilib oldinglarmi? Bo'ldi. Undaqda bugun barangini qanchalik ishlatamiz? Ishqital ishlasak bo'ldi, cho'ng kichik qilib. Boshda go'shtni mana shu hisob qo'yamdik. Bo'ldi, go'shtni hozir mana ichiga ilib ilib. Undan keyin yana davomli barangini to'g'rashni boshlab ketaylik. Bu yerda bir kunlik tartibinglarni qanday qo'llashtirib olasizlar? Hozir bolalar kichik bo'lgandan keyin bek undaq deyishib ketmaymiz. Kimga qulaylik bo'lsa, shu qildi, shunaqa. Odatda biz demismi shu to'y qilib, yasatib bolalar bo'lgan chaqda oila bismi ortib ketadi. Shunaqa bo'lib, bola kichik bo'lgandan keyin o'rlashtirmoq tez bo'ldi. Shunaqa vaqtida mening cho'qim araylar o'tirsa bir turli qo'llash bo'lgan chaqda bir-birsiga yantayoq bo'lish, yordamli bo'lish bo'lgan chaqda undan keyin menimcha bu oilani texnik yaxshi rivojlantirib ketgan bo'ldi. Kan qo'saq bo'lgan chaqda. Endi o'zimizning yana qozon beshik qaytib kelsak, biz yuqorida do'stlarim diqqat qilgan bo'lishi mumkin, biz to'g'ragan kala go'shtini kupsimon shaklda kengligini 1 santda, uzunligini 1 sant qilib, to'rt burchak ala to'g'ra olgan. Buni shunday to'g'ramdik. Ha? Demak, o'xshash shakl to'g'rasak. O'xshash shakl to'g'rasak bo'ldi. Chiroyli chiqdi. Barangining yana bir ortiqchiligi bor ekan. Bo'tqalarni keltirib, shu baranginchi, undan pishirib iste'mol qilib oshqozonga intayin foydasi bor. Demismi endi oshqozonda dadi boyak oshqozonni og'riydigan kishilar shunaqa yumshoq, shunaqa bo'tqismon odatda yemeklarni ko'proq yeb bergan chaqda oshqozonning asli kelishiga intayin foydali bo'ldi ekan. Bunimi bilib olsak o'g'idek. Bo'tqismon desangiz balkim do'stlarning damaliq ko'z oldiga kelgan bo'lishi mumkin. Biz bir qansan ilgari barangini suvda pishirib olib, undan keyin uni bo'tqismon odat keltirib, undan keyin qiymilab, yana bir xil alayda bir xil tomoqni tayyorlagandik. Odatda barangining tarkibida o'simlik kislotasi bo'ldi ekan, buni yoqsagan chaqda u parchalab yetadi ekan. Shuning bilan bu bizning salomatligimizga intayin foydali bo'ldi ekan. Demak, bugun bizning iste'mol qilish usulimiz intayin to'g'ri, sog'lom, intayin to'g'ri bo'lgan bir turli iste'mol qilish usuli bo'ldi. Barangini odat mushinchik to'g'irsak yetamda. Ishkini to'g'irsak mumkin. Biz barangini cho'ng kichikka qarab, ishkini to'g'irsak bo'ldi. Nasıl cho'ng bo'lib qoldi? Sal cho'ng bo'lib qoldi. Tamam. Mayli cho'ng bo'lib qolsa-mi, meni o'xshaydi emasmi? Ya unda deyishga bo'lmaydi, menimcha. Asosiyatda men aytgan tomoqlarning hammasi yeyishga o'xshaydigan bo'lyapti. Odatda bu xil qo'rimini biz yuqorida degandek, bir qancha xil jungochi qo'rimlar bilan birlikda iste'mol qilishimizga intayin mas keldi, aytishadi. Odat uyingizda qilamizmi shuni? Odatda uyda shu guruch tomoq etganda, shu qo'rimini har qatim qo'rayman. Qaraganchada buning bir hikoyasi bor ekanda. Bu qo'rim qachon o'rgangan emasdan? Buni men dadamdan o'rganib olgan. Men tomoq etishni o'rgatib qo'yganman. Dadam qo'rim tomoqlarga bek. Nim tomoqlarni aytalaydi. Hamma aytadi dadam. Dadam bu. Ashundami?
Bunda sizni aytgan tamoqlarni yaratmaydi ekanda, kelin balani yeb tur deb. O'xshimizmi o'xshaydi. Siz nima tamoqlarni aytasiz odatda? Odatdagi shu lag'man, guruch tamoqlardan shu sayladim. Yaxshi, yaxshi to'g'ri. O'xshaydi tomoqlar. Endi jildagi deysanmi? Allah, bugun programmamiz orqali Zuhmardagi butun shu aybini ichib o'tdi-ku. Eshitmaydi. Bola emasmi? Bola qarash Bola mas'uliyati bor. Nima degan yaxshi kan qo'saqlik mana shunday to'g'ri tushunishgan qo'saqlik bo'lgan chog'da bundan keyin bizning turmushimiz texma baxtiyor, texma osoyishlik bo'ldi. Bundan bo'lsa, hozir biz kaligushi bilan barangini to'g'rab tayyor qilib oldik. Hamda dastlab kaligushini qo'ramdik yo barangini? Kalgushni qo'raymiz. Algacha barangini sovuvchilab qo'ysak, Bu vaqtda bunun ichida kraxmal chiqash turdi shunaqmi? Biz odat mush to'q qozon ishlatgan chog'da bexatarlikka o'xshashni intayin diqqat qilishimiz kerak, chunki to'q qozondami o't ketish hodisalari yuz berdi ekan. Undan boshqa biz buni gradusli faqat qo'rish gradusga tashlab qo'ysak bo'ldi. Hozir bizning ishlatganimiz bo'lsa eksan maydiri, ya'ni eksanning qichimi. yana ozroq Yana azroq qo'yishim kerakmi? kalgosh bo'lganda. Bu bo'ldi. Chiqib ketdimi? Chiqib ketdi. Hamda mayli qo'yib ketib qolsa, buni sizda. Mayliq bo'lib ketdi. Men ozroq bo'lib passangiz bo'lamdiki. Bo'ladi. Bugun bizning ishlatganimiz bo'lsa o'xshashlar nazifa oshxona buyumlari. Qarsa amaliyoti plasterdan yasalganda ko'ringan bilan bu kauchukdan yasalgan bo'lg'achqa salomatlikka intayin foydali bexatar turmush buyumlari hisoblanadi. Bundan maydin sizga ozroq qo'yib beray. Zuhmar, hozir Elshad mening maylarimni bek og'iz yutib bordi, turmush bek chiqamay nima? Bo'ldi, xotin bo'ldi, tuz chiqib ketdi. Voy, may chiqib qo'yapsiz. Go'shtni evidan kichik tursa bu deb. O'shmaydi qoldi. Ondan keyin buning hozir tuzni bevasalamliq yoqalatamiz. Ozroq tuz, lekin maysal qizg'anda shakar solib qo'yamiz. Shakar silish sababimi? Birinchi jo'p rangini chiqirdi, ikkinchi jo'p ozroq ta'm kirdi. Tuzini chiqarib salsak bo'ldi. Birdan turib suv quymiz emasmi? Ha, shunaqmi? Undan boshqa iljatamda shakar solamiz dedingiz, haqiqatan biz odatda uylarda qo'rma qo'rgancha shakarni achchiq qilib ketmaymiz. Bo'libmi bizning yosh cho'ng ota-onalarimiz, cho'nglarimiz odat bunday tet qo'lanjiqroq sap ketishni toza xohlamaydi. O'z ta'm bilan yeylik bolam deb. Bo'ldi, unda bo'lsa hozir bundan bir qo'shiq shakar solamiz shunaqmi? Ikki qo'shiq savitaydi. Qo'shiq solsam bo'ldi. Shakar sol, seriq bo'lay deganda go'shtni solib qo'yirsak bo'ldi. Bunda temperatura endi buni gradusini normal bo'lishiga cho'qim alayda qilishimiz kerak. Bo'lmasa bevasagan may, masalan go'shtni bevasagan kuyib ketish. Chachrash xatarlik bo'ldi. Bu ham seriq bo'ldi, hamda go'shtni solsak bo'ldi. Hozir go'shtni solsak bo'lamda. Diqqat qilib jiroqroq turib soldi, mayda qizib ketdi. Xo'sh. Hozir misalga shakar qizirib ma'lum bir bosqichga kelgan chog'da uning bir alayli muzik biroq chiqar ekan, bir shakar qiyomini quruq chiqar ekan. To'g'ri. Shu vaqtida uni biz selishga boshlasak bo'ldi ekan. Mening hozir gradusi normal bo'lg'achqa Elshad. Sizlarning u yana ahvol qandayroq bo'lyapti? Bizning ahvolimiz yaxshi emas. Meni ahvol toza yaxshi bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. Nima? Odatda yonib qo'rgancha mushkul holat shakllandi. Buni qanchalik vaqt qoraymiz, qaysi holat kelgan chog'da barangini solamiz? Rangi o'zgarganda ham go'shtdan chiqandiroq barangini solsak bo'ldi. Bir 5 minut qoraymiz. Atrofida qoraymiz shunaqmi? Chunki biz qo'rgan go'shtninki cho'ngliqi sal yuqaroq shunaqmi hamda. Unda qilgandan keyin ta'miga kirmasa ham to'liq pishimi solmaydi, ha? Barangini solsam bo'lamda? Hozir soldigan bosqich keldi shunaqmi? Qarmoqlar hozir bundan chiqayotgan xushbo'y, xush hid bizning ishtohimizni ichyapti. Yana azroq tatqiqroqmi kelyapti. Bu nima tatqiqroq degan chog'da dal avyam solgan ikki qo'shiq shakarniki mayda ergandan keyin qoldi. Endi biz bunga barangini silishni boshlaymiz. Xo'sh, ekrandagi ko'rma do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziyasining Urumchi shahridagi Avat rayonlaridan biri bo'lgan Dashizdagi 360 musiqali restoranda ko'rinishga ilinayotgan Ichil dasturning programmasi. Shu tapda bizning programmamizning ixlosmand ko'rmanlaridan Elshad bilan Zulxmar bizga bugungi kaligushi barangi qo'rmasini qanday tayyorlashni, qanday qo'rishni o'rgatyapti. Hozir ikki qozonniki ahvoli asosiyatdan o'xshash bo'lyapti Elshad. Sizning men qarag'ancha sal barangi oldida sal qizdiribroq pishib oldi meniki. Hamda mushkul holat qancha vaqt pishiramiz buni? 5 minut qo'ysak barangi solib bo'lgandan keyin suv quyib dimsak bo'ldi. Do'stlar diqqat qiling, shunaqa bo'lsin biz ekran oldidagi mush programmamizni ixlos bilan ko'rayotgan shunaqalar mush qo'rimini qo'rishni o'rganishni xohlaydigan do'stlarga yana bir qatam tavsiya qilamiz. Qalam qog'ozni ilib xotirlaydilar. Bizning bugungi mush qo'rimizga ketgan materiallar bo'lsa kaligushi, undan boshqa baranga. Shunaqa
Asosiy materiallar shunaqalar, eng muhim materiallar. 8 qir bor. Shunaq. Buni qo'rg'anda 2 kal sap qo'ysakmi? Bo'ldi. 8 qirni balkim do'stlar ilgari mayli to'qo'gish qo'rimisi yegan chaqda bo'lsin yoki boshqa jungoch qo'rimlarni yegan chaqda ko'proq ko'rib baqqan bo'lishi mumkin. Undan boshqa mushta qo'rimlarni qo'rgan chaqda 8 qirni ishlatsak, buning go'shtni yumishtish roli bor. Shunaqa kalugishi to'qo'gish qatorliqlarda intayin yaxshi rol o'ynaydi. Bundan boshqa shu qo'rmaga yaxshi tamlantirdi. Shunaqa aytingizda qildi bo'ldi. Buning suv qo'ysak bo'ldi. Suv qo'ygan chaqda qancha miqdorda qo'ysam bo'ldi? Shalashqidek oldi qo'ysak bo'ldi, ha? Tetqularni misolimiz-ku deyman. Bo'ldi, tuzini tanishib olsak bo'ldi. O'zimizning ehtiyojimizga asosan solsak bo'ldi shunaqa. Mana hozir men qo'rgan bu qo'rma hozir suv quyilgandan keyin qaynash holatiga o'tdi. Menimcha odatda bunday qo'rmalar sal so'llik, agar buni suvi sal quyuq bo'lsa, texnik yeyishlik bo'ldi. Odatda biz degan kraxmalniki qo'rmalarning suyini quyuldirish, undan boshqa buni texnik bizlik qilish xususiyati bor deb shunlashgan. Gerçekten ehtiyojda bu xil talab o'tirib qo'yilmasmi, kraxmal sapaqsan bo'lamdi. Bo'ldi. O'zimizdan ish ta'min ehtiyojimizga asosan, ha. Mening toza quyuq, shirinlik chiqib ketsa, iliqqa qanaqa bo'lishini qat'iy nazar, shu Zulqumarniki lilla adil baho berishini umid qilaman. Sizlarga mazroq sevtayman. Endi sizlar diqqat qildinglar, hozir bizning ishlatganimiz quruq kraxmal. Quruq kraxmalni odatda biz odatda maz pishiriqlarni pishirgan chaqdimi, un o'rnida ishiltish orqali uning keyin shu chaplashishining oldini olg'ili bo'ldi. O'zini o'tida odatda biz quruq qo'rmalarni qo'rgan vaqtimizda suyuqlantirilgan kraxmalni jiqroq ishiltimiz, ya'ni suvga quyib eritgan. Hozir buni o'zining sho'rpasi bo'lganligi uchun biz kraxmalni shu uni oldidan buni chashdik. Bundan boshqa men qarsam diqqat qilsam, Elchat o'g'irliqchilar tuz. Azroq savoldi ya. Suv sap olgandan keyin bir qo'shiq qo'shibmi? qo'shib qo'ysak bo'ldi. Qo'shib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ldi. Menimcha bugungi tamoqimiz ikkilimizning intayin o'xshaydi, chunki biz bunday xo'shal kayfiyat ostida elib bordik. Tamoq etishda bo'lib xonim qizlarimiz hamda bakrak bo'ldi. Xo'shal kayfiyat intayin muhim shunday qilib. Masalan, sizning tamoqingizda yo'ldoshingiz o'xshab tuz qo'shib ketadigansiz. Adıqınız çıxıb ketadigandı. Bizning suyumlik xonim qizlarimiz, analarimiz ana shunday argan chaqda undan keyin ardiq chiqadigan suyumlik insonlar hisoblanadi. Biz bu yerda barliq biz uchun ajr qilayotgan, ya'ni shu analarimizga, dadalarimizga jumladan biz uchun ajr qilayotgan xonim qizlarga rahmatimizni bildiramiz. Har bir qitim tamoq etgan chaqda ularning kuni mushuna tamoq etish uchun biz uchun jafo tortayotganligini o'ylasak, ularga bo'lgan hurmatimiz oshadi. Hozir hamda samsaqni to'g'rab tayoq berib siz lekin men sanmabsiz. Samsaqni olay deganda salsaq bo'ldi. Shunaqmi? Undan xo'sh men buni yana ozroq zanjivil silib etishni to'g'ri topdim. Chunki zanjivilniki shu bo'lib qish faslida turli zukamlarning oldini olishda, undan boshqa odamningki immun kuchini oshirishda ishbaliq roli intayin ko'p shunlashgan. Muvofiq miqdorda zanjivil silvasak, bu balkim texnik yeyishlik bo'lishi mumkin. Hamda buni biz aniq 90 gradusga kelib dumlab qo'yamiz. Undan xo'sh buni biz qancha minut atrofida dumlaymiz? O't kichik bo'lsa, qancha shunchalik uzoq dumlasakmi yaxshi bo'ldi? Qancha ezilib, qancha yeyishlik bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Shuncha yaxshi bo'ldi ekanda. Lekin ba'zilar bu barenni qattiqroq yeyish kamroqlar 20 minut dumlab qo'ysin bo'ldi. 20 minut atrofida dumlasi bo'ldi. Xo'sh, qadrli do'stlar, 30 sekundlik e'londan keyin shu topda diqqatingizda bo'layotgan Shinjon televiziya stansiyaning Urum shahridagi avat rayonlaridan biri bo'lgan Dashizdagi 360 musiqalik restoranda ko'rinishga e'lonlayotgan Ichil dasxinin programmasi. Hozir bizningki bu dumlimimiz nihoyat zo'q-sho'q bilan shu vartaqshib qaynab degan shundoq ishtahayimizni ichib yutib bordi. Uning ustiga hozir tamoq yeydigan vaqtga to'g'ri kelib qolgach, qo'sqimizni qo'rsak ichib ketdi. 15 minut atrofida dumlandi hozir. Sirtidan shundoq qarsam, buning yana dumlishiga bir 5 minutlik vaqt bor o'xshaydi. 10 minut. 10 minut atrofida vaqt bor ekan. Ilshad hamda yuqorida ayolingizni shu naqshchi dedik, ha? Onun uchun muzik o'qituvchisi. Programmamizning shunday bir qoidasi bor. Mushtamaq etish jarayonida o'zining bir yaxshi qazon beshillar malqib ketadigan bir aloyidligini namoyon qilish kerak deydigan. Qo'shilaman. Qo'shilamsiz. Yo'lchimiz qo'shildi. O'sha bir naqsh etib bergan bizga ozroq vaqt bor ekan. Bo'ladi. Ko'rmanlarimiz agar anglashni xohlasa, mishay bir javob berish kerak. Bunda qo'shib naqsh etib bersiz. Tayyorlik bor ekan xiqda. Tunugun cho'qim Elshad uyda kechich bu formani qanday tayyorlashni o'rgandi. Cho'qim Zulxumar aynan qarab bu naqsh etishni o'rgandi deyman. Bo'ldi, men naqsh etib bersiz kerak bo'lsa. Ma'qul, ana baqaydi. Terek bostan g'amim hayron. Senin ko'nglim aram tapdi, benim ko'nglim tehi hayron.
Gayrımı gülcan, canımı gülcan. Olsun mengü aman. Yar derdide men avare. Yüreğim pare pare. Rahmat. Hozir qaznimiz nihoyatda yaxshi qaynayotirdi. Qarsam, Buni- yana bir qancha minut vaqt bor? İçip qarab baqsaq bo'ldi. Ha, bulamda. Bo'ldi. Unda xo's ichib ko'rib boqaylik. Wow. Nihoyat o'xshabdi. Biroq hozir bu yerda ozroq bir voqea yuz bergandek qildi. Ya'ni mening suvi ozuqaligi uchun ostiqsa kelish, sal choplish hadisi bor qilib turdi. Buni uchun biz bir aralashtirib yetishimiz kerak. Aralashtirib, yani azroq So'qishib qo'yishim kerak. Odatda shu ekran oldidagi Uyg'ur tibobidagi intayin diqqat qiladigan sovuq mizojga intayin ko'ngil bo'lgan bizning suyimli cho'nglarimiz balkim shu barangi bilan kaligushini sovuq yal deb o'ylab qilishi mumkin. Ya'ni biz buni dastlabki qo'rib oldik shunaqa, qo'rib olgandan keyin buni oqini yana dumladik. Demak bu baribir hozir mo'tadilga mayil bo'ldi. O'zidagi dastlabki yallik xususiyatlarni yo'qotdi deyishga bo'ldi. Shunlashqa bu amaliyot bizning cho'nglarimizdan yeyishga intayin mos keldi. Ishdan qaytgan chog'da yoki odatda nimtamoq yetishni bilmay ishtaha totmayotgan vaqtlarda shunday oddiy bir qo'rimni qo'rib ham qo'saq to'ydirish, ham ilmiy oziqlanish, ham salomatlikka foyda yetkazish maqsadiga yetkili bo'ldi. Shunlashqa bumi bugun biz do'stlar uchun tavsiya qilgan nihoyat yaxshi bir tomoq turi. Mana bizning bugungi bu qo'rimizning rangidan holatidan do'stlarning bizning bu qo'rimiz uchun qancha ajr qilganligimizni bilaliganligiga ishonaman. O'z navbatida buning hozir xushidi shu topda bakli yigimizni keltirib yetib undoq bo'lsa buni biz chiroyli taqsilarga ap o'tirib birlikda yeylik. Har rostdan xatolashib qilmang. Bunun agarda biz mehmonlarning oldiga chiqmoqchi bo'lsak, chiroyli bezak uchun ba'zi bir ko'ktatlarni ishlasak, bu texmo chiroyli, texmo ko'rkam chiqadi. Bundoq bo'lsa, mana. Endi ba'zi narsalarga ortiq gap qilish hojasiz. Çok qarablam do'stlar bilalaydi. Ko'pchilikning ko'zi hammadan ro'shan. Meni ma'nosal suyi borchi, mana qilsam balkim suyi to'kilib ketadi. Shuni qilmadim. Amaliyotda buning suyi bor, suyi yo'q masalasini nihoyat yaxshi tushuntirib bera olaman. Chunki men buningga quruq qiraqmonjiqroq ishlatdim. Elshad tuzuk ishlatmadi. Shunlashqa rangi O'zimizning yeyishiga qarab sarsak bo'ldi. Shuningga rangi andaq turdi. Ammo meniki qarsalam yigisi keldi nihoyat quyuq, izlib pishgan, yeyishlik, tamlik, mizlik. Bundan bugungi chempionlar kim ekanligini bilalaymiz. Oldi programmamiz tugadi. İslat yetamayızlar-da. Bundan xo'sh endi rasmiy ustaliga berib tetayli ha. Rasmiy almashtirib ketib boqaylik ha. Bo'ldi. Qani, jironlar. Tayyorlash usuli tövandikcha. Oldi bilan kalugishi va barangini 4-1 qilib to'g'rib olamiz. Ondan qozonga muvofiq miqdorda yog' quyib, ustiga bir cho'ng qo'shiq shakar solamiz. Shakar erib bo'lgandan keyin kalugishini selib qizarg'icha qo'riymiz. Ondan ustiga tuz, tetim suvdan muvofiq miqdorda solamiz. Ondan 8 qirdan ehtiyojimizga asosan selib, ustiga barangini selib, rosa qo'riymiz. Taxminan 3 minut atrofida qo'rgandan keyin zanjibilni selib, ondan ustiga chilashqidek suv quyib, suzotda qo'rimini 15 minut dumlaymiz. Vaqt to'shqanda qo'rimiga samsoqni selib, tuz ta'mini tangshab iste'mol qilsak bo'ladi. Kalugishi barangi qo'rimisining tabiati ho'l issiqqa moyil bo'lib, go'rish osh bilan iste'mol qilishga toza muvofiq keladi. Xo'sh, ekranidagi aziz ko'rmanlar, programmamiz oxirlashga bir qancha minut qolgan ushbu damlarda biz o'zimiz bugun birlikda tirishchilik ko'rsatib, hamkorlashib qo'ygan bu ikki taxsa o'xshash qo'rimini Elshad bilan Zulxumar ikkisi bilan birlikda tetib yiqishni to'g'ri topdik. O'z navbatida yana davomli sizlarga bugun rahmatimizni bildiramiz. Sizlarni ayt yaxshi ajr qilinglar. Shundaqla menga bu qo'rimni qo'rishni o'rgatib qo'ydinglar. Dastlab men programmamiz ko'rinishga ilishga boshlagan chog'da bugun ham qancha shapat otamiz bu qo'rimni qo'rg'ichilik deb o'ylagandim. Lekin bek oson keldi. Reklam oson. Bek oson ham bek yeyishlik. Hattoki to'g'ri qo'rdiqini yeyishni yaxshi ko'radigan do'stlar bo'lsa, musha orqali shu xil o'ziniki yeyish orzusini basalaydi, pasaytalaydi ekan. Nihoyat odamga lazzat berishlaydigan yeyishlik bir xil qo'rim ekan. Hamda ko'rman do'stlarimiz ko'rgandek Elshad bugun sunish qiraq qo'ydi. Uning ustiga qo'rish jarayonida qo'rishsal azob qoldi. O'mlashcha qoldi. Shunlashqa bugun Elshad qo'rgan baranga kalugishi dumlimasi sal oqimshim bo'lib chiqdi. Mening bo'lsa men suvni azroq qo'ydim, ko'proq dumladim ham ko'proq qo'rdim. Uning ustiga men qiraqmonjiqroq qo'yg'achqa qarmoqlar hozir buniki nihoyat so'ldik, nihoyat yeyishlik bo'lganda qildi. Undoq bo'lsa Elshad, men sizlarnikini tetib boqay, sizlar menikini tetib boqinglar. Alloh javob bermasa ko'maydi-jimi? O'sha Elshad soat o'zim yig'ima deblik askilik ketib bordi. Qani, ilonlar.
Nəhayət yeyişlik bo'pti. Hozir biz yuqorida degan agarda baranga yumshoq qo'rilsa, usullik bo'lsa, ishtaha bizning oshqozonimiz nəhayət yaxshi deb, bak yumshoq, bak mizlik. Düşünün deyib qo'la. O'xshatdan uzuqlar. Mana bugun biz qo'lma-qo'l tirishchilik ko'rsatish natijasida nəhayət ko'ngillik 20 soatni boshdan kechirdik shundaqla. O'xshagan bir xil formani tayyorlashni o'rganib oldik. O'z navbatida biz bu program gruppasidan sizlarga baxtlarni tilaymiz, turmushinglar texnik osoyishlik bo'lsin. Ayollar mana shunday bir-biriga vafodor bo'lgan chaqda, bir-birini qo'llab-quvvatlagan chaqda, hamda past bo'lgan chaqda bundan keyin taqdirdosh bo'la oladi. Oxirida biz ekrandagi do'stlarga nishada xo'sh deylik. Bu vaqtda Ichildas qilin programmamizdan 20 soat vaqtda endi rasmiy to'shda sizlarga qiymaslik ilikida xo'sh deyishga majburmiz. Keyingi Ichildas qilin programmamiz yana kimlar bilan qanday o'xshagan tomoqlarni etishni o'rganganimiz hamda sizlarga o'rgatib qo'yganimiz. Agar bunga qiziqsanglar keyingi programmamizga diqqat qilishni unutib qolmaysizlar. Eng oxirgi minutlarda ekrandagi barliq suyumlik peshqadam cho'ng qadrdonlarimizga, shunaqla yosh jup qadrdonlarimizga baxtlarni, omadlarni tilaymiz. Turmushinglar osoyishlik, dasturxonlar texnik barakatlik, mo'l usullik bo'lsin. Men Nijot keyingi programmamizda ko'rishguncha xayr xo'sh. Qani, endi davomli xayr. Xayr xo'sh.